Rossiyaga ishlashga ketmoqchi va Rossiyada yurganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Rossiyada 2026-yil 1-yanvardan boshlab xorijiy fuqarolarning rus tili, Rossiya tarixi va mamlakat qonunchiligidan bilimi tekshirish to'liq elektron formatga o'tkaziladi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Mazkur yangilik patent yoki yashash uchun ruxsatnoma olishni rejalashtirgan barcha xorijliklarga taalluqli. Rossiya Fan va ta'lim vazirligi kompyuter orqali test topshirish tizimiga o'tilishini tasdiqladi. Islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad baholash jarayonida inson omili ta'sirini kamaytirish, shaffoflikni oshirish va korrupsiya xavflarini pasaytirishdan iborat. Imtihonlar faqat elektron formatda masofaviy texnologiyalar yordamida o'tkaziladi. Nazorat organlari barcha 203 ta test topshirish punktida imtihon jarayonini real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniga ega bo'ladi. Qog'oz shaklidagi blankalar hamda video qayd etilmagan suhbatlar bekor qilinadi. Bundan tashqari, imtihon topshiriqlari va javoblarni ochiq e'lon qilish amaliyotidan voz kechiladi. Savollar bazasi har oyda yangilanishi rejalashtirilgan. Imtihonlarni faqat davlat muassasalari qabul qiladi. Ularning faoliyati ustidan nazorat Rosnadzor zimmasiga yuklatiladi, deyiladi xabarda.